ushbu moykaga yana Suxoy tuman apparatini ham o'rnatib berganmiz. Qaranglar, Suxoy tumani yonishiga e'tibor bering, tashqi dizayniga. Bu klientni o'ziga chaqiradi, jozibadorligi bor. 4 ta ходовой aktri, Lacoste, Chanel, Versace, Dolce Gabbana bor. Bitta balon qolaytirgichi bor. Patkachga shinni qo'yib bermadik. Maxsus standart tarifimizdagi Suxoy tumani apparatini ishlatyaptilar. Hozir uni ishlashini ham bitta ko'rsatamiz. Ko'rib turibsiz, Suxoy tumanimizga 10 ming so'm pulni tashladik. Endi buni ishlatish jarayonini ko'rsatamiz. Любой bitta tugmani bosamiz, atir chiqishini ko'ramiz. Marhamat, Chanel buluni ishlatamiz. Chanel ketdi. Buni chiqishiga qarang, nimaga o'xshayapti bu? Akalar, nimaga o'xshayapti? Tomosha qiling buni. Vay. Atrofga zaharlandi-yu. Davlinani ko'ryapsizmi, davlinani? Ko'ryapsiz jozibadorlikni? Ushbu moykadagi Suxoy tuman apparatimizga chernitel shinni ham o'rnatib berganmiz. Marhamat, chernitel shinni o'z 5000 so'mda qanday ishlashini ko'ramiz. Masofaga e'tibor bering. Masofa yaxshigina uzoq, ya'ni 10 metr tashkil qiladi. Bu yerda balon qoraytirishga e'tibor bering. Balonimiz qop-qora bo'lmoqda, ko'ryapsiz-a? Tomosha qilyapsiz-a? Demak, 10 metrdan ham uzoqdagi mashinalarni balonni qoraytirib beradi. Mana shu Suxoy tuman apparat.